شاداب کنیم بوستان میهن گل گل بسازیم کوه دامان میهن گل گل بسازیم کوه دامان میهن اتحاد اتفاق افغانا میهن افغانا میهن فصل آبادی رسید میهنم کشور عزیز. Hurmatli ko'chlar, tejamli tayyormiz, taqriban bir forizgamiz. Qismga yiroq ko'lda teram ekilgan. Nomi Xudo suv bor tarzda hanuz eshitgan. Joy qavun bor, qavunni tarmoqlar tushmasin. İnşallah vaqt forizga boramiz. Bironta do'stlarni yo o'sha forizligalarni gapirsamizki, bu yillar hosilot foliz yo qavun tarbiz qanday edi? Mana qavunlar ham o'zilgan xizmatlar bizga albatta maydasi bu. Kelar. Ba'zi mana nom taqriban bir sirq keladi inshaalloh. Almorda zaminlari kullan hosilxiz. Mutaassifona bir mushkili borki, suvi zodaramiz ham bog'lasa, bellan qilaki dehqonlar zahmatkash bo'lib soli almor. Solona 2 dar fasl, 2 fasl hosilot olsa. Xo'p. Do'stlar, qavnoy nok almor desam bo'ladi maşallah. Ko'ylar o'zim bishib tushyapti. Jibran qadi. Do'stlar, sizlar ham bizlarni guzarishimizni qarshi ketdik. Ko'rib turibsizlar? Tejamda pastroqa biroz ras berdik baroma. Zamin Qarakol, barom dasht Tejam. Xo'p. Birinchi bor o'zdan bir ma'rif qiling Damullajon va bu foliz borasida ma'lumot bering, qancha zahmat tortilgan, toki menda bir qavunda mardum bozor ulusvoli almorga o'sha sotuvlarga taqdim qilsanglar. Avvalan o'zimni ma'rif qilsam, nomim otim Mulla Bovoddin Naqshbandi. Bu yerga bizlar xazina bir ikkita sharikim bordi, maqsad bir narsaga xazina nochiz bilan shura qildik va xayr. Bu yerga ang'oz ekkanmiz, foliz ekkanmiz va terak o'rga ekkanmiz. Inshaalloh bu yerga 2 nafar sharakatli yaxshi faoliyatlarni qilganmiz. Maşallah. Bu foliz tajribangiz bor, tajriba oshliq qilgansiz. Zahmat ketartasiz, hosilga eshitgan. Shu hosilot zahmatingizni bozorga arza qilsangiz to'ldira bilasizlar nazarda. Inshaalloh to'ldiradi. Chunki bir odam bir kasbda pesha qilsa, unda bir narsa hosilot olar ekan. Garchi men o'zim bu ahli dehqon emas edim. Bir nafar dehqon menga keldiki, zamining bor ekan, kamu sharoqatli ish qilamiz. Peshnod berdilar. Peshnod berdilar. Xo'sh. Peshnod berdi, peshnodlarni qabul qilib, mana 2 nafar javonlar shura qilamiz inshaalloh. Yaxshi faoliyatlar bordi, ham bizlarning mafodimiz, ham mardumning mafodida. Bu yerga nechta korgar ishlaydi, bizlardan so'raladi va boshqa narsalardan bizlarning mafodimizni eshitadi mardumga. Maşallah. Shukr bois bo'lgan ang'uzani ishora qilib, ang'uzani vaqtida qancha korga buni xishavoq qilsa, soyib daromad bo'lsa, ya bir luqmaynon daromad qilsa. Hamchidan folizni boshiga, folizni vaqtiga bir xishavoq va o'zmoq shu tariqadan necha bir bekor hamotlarga fursat ishtig'ollar farahm bo'lganda. Ang'uzani vaqtiga taqriban 50 nafar 60 nafar korgarimiz ro'zona 50-60 nafar korgar xishavoq qiladi va ang'uza ekadi va shunday ko'laga masruf edi. Ba'd az polizli vaqtiga bir 10 nafar hamma ro'za shu masruf polizga edi. Bu bilan muzni qancha beraysizlar? Mullari 400 rupiya va bir vaqt nondan beradi. Maşallah. Taqriban 5 rupiya do'stlar. Vatanga ish bor, mas'uliyatligi bor, albatta o'sha iqdom qilsa, jur'at qilsa, mana maşallah 2 javonimiz mana shu joyga sarmoyaguzorlik qilib, qavun, g'ang'uza va terak ekan.
ماشاءالله o'zlari ham rozi daromaddan o'sha masarif qilgan qo'l keltiradi va hamchinon bir nechta hamotalarimizdan og'alarimizdan bekor bor fursat ishtig'ol joy topib sohibi daromad bo'lgan. Xo'p, رسید میهنم کشور عزیز با وطنم کشور عزیز با وطنم